Muhtaram hamyurtlar, Toshkentdan Rossiyaning Moskva, Nijniy Novgorod, Qozon, Novosibirsk, Krasnodar, Ufa, Perm va Sankt-Peterburg shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Chiptalar, yo'lda yo'lovchiga kerak bo'ladigan hujjatlar, shuningdek reyslar bo'yicha barcha savollarga ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda javob olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, avtobuslar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovni India Today agentligiga bergan intervyusida ma'lum qilishicha, Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Vladimir Putinni Eronni boyitilgan uranini qabul qilish taklifini rad etgan. Bundan tashqari Peskovni bildirishicha, Putinni Erondan boyitilgan uranni olib chiqish tashabbusi yaxshi yechim bo'lishi mumkin edi, ammo Trump uni rad etgan. Hozirda Erondan boyitilgan uranni Rossiyaga olib chiqish tashabbusi muhokama qilinmayapti. Biroq Vladimir Putin bu muhokamaga qaytishga tayyor. Peskovga ko'ra, Tehron tinch atom elektr energiyasini rivojlantirish bo'yicha so'zsiz huquqqa ega bo'lishi kerak va Rossiya Eronga hech qanday harbiy razvedka yoki logistik yordam ko'rsatmayapti. Bu Moskvani urushi emas. Ammo Washington shuni tushunmayapti yoki tushunishni istamayapti. Shuning uchun bo'lsa kerak, Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya va Eron neftini sotib olish uchun litsenziyalarni uzaytirmadi. Italiyaning Politico agentligining xabariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari moliya vaziri Scott Bessent o'zining rasmiy bayonotida Washingtonni Rossiya va Eron neftini xarid qilish uchun berilgan umumiy litsenziyalarni uzaytirmasligini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoydan ham ushbu xaridlarni to'xtatishni kutmoqda. Xitoyning ikki banki allaqachon ehtimoliy ikkilamchi sanksiyalar haqida ogohlantirilgan. Agar ular orqali Eron mablag'lari o'tayotgani isbotlansa, cheklovlar joriy etiladi. Politico agentligining xabariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida litsenziyalarni uzaytirish masalasi muhokama qilingan. Biroq ayrim senatorlar bunga qarshi chiqqan. Ular Rossiya bir oy ichida neft savdolaridan taxminan 4 milliard dollar daromad olganini ta'kidlagan. Bu esa Oq uyni xavotirga solib qo'ygan. Endi Livan va Isroil rahbarlarini tarixiy uchrashuv haqida qisqacha so'z yuritamiz. E'tiborli bo'ling. Donald Trumpni bildirishicha, 16 aprel kuni Isroil va Livan o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tadi. Trumpning aytishicha, ikki davlat yetakchilari so'nggi 34 yil ichida ilk bor bevosita muloqot qiladi. Financial Times agentligining xabar berishicha, ushbu haftada Livanda o't ochishni to'xtatish rejimi kuchga kirishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Livan sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, 2-martdan beri Isroil armiyasining zarbalari oqibatida Livanda halok bo'lganlar soni so'nggi sutka ichida 43 kishiga oshib, 2167 nafarga yetgan. Mamlakat hududiga hujumlar davom etmoqda. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 2-martdan buyon jami 2167 kishi qurbon bo'lgan, 7061 nafar kishi yaralangan. Qurbonlar orasida 172 nafar bola va 260 nafar ayol bor. Shuningdek, zarbalar natijasida 91 nafar tibbiyot xodimi halok bo'lgan. Yana 214 nafari jarohat olgani aytilmoqda. Ma'lum qilinishicha, 6 shifoxona ishdan chiqqan. 108 ta tez yordam avtomobili esa foydalanishga yaroqsiz holga kelgan. Bundan oldin Livan sog'liqni saqlash vazirligi 2124 nafar kishi halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. Avvalroq Isroil armiyasi 2-mart kuni mamlakat shimolida Livan hududidan raketalar uchirilgani aniqlangach, xavf signallari yoqilganini ma'lum qilgan. Keyinchalik Tel Aviv qo'shni davlat hududi bo'ylab, jumladan poytaxt Beyrutga ham zarbalar berishni o'z ichiga olgan havo operatsiyasi boshlaganini, shuningdek, havo va dengizdan kuchli hujumlar fonida quruqlikdagi operatsiya kengaytirilganini e'lon qildi. Livan hukumatı esa mamlakat ichida majburiy ko'chirilganlar soni 1,162,000 nafardan oshganini ma'lum qildi. Endi Rossiyani Yevropaning bir qancha davlatlariga zarba berishi mumkinligiga oid kutilmagan axborotga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Rossiya Mudofaa vazirligining xabar berishicha, Yevropa Ukraina qurolli kuchlari yo'qotishlari fonida Rossiyaga zarbalar berish uchun Ukrainaga dronlar ishlab chiqarishi va yetkazib berishni oshirishga qaror qildi. Bu Yevropa hududida joylashgan Ukraina va qo'shma korxonalarni moliyalashtirishni kengaytirish orqali amalga oshirilmoqda. Ushbu korxonalar dronlar va ularni
komponentlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Mazkur korxonalar Britaniya, Germaniya, Daniya, Litva, Latviya, Niderlandiya, Polsha, Chexiya, Ispaniya, Italiya, Isroil va Turkiyada joylashgan. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedevning o'z bayonotida bildirishicha, Yevropada Ukraina uchun dronlar ishlab chiqariladigan joylar ro'yxati Rossiya armiyasi uchun ehtimoliy qonuniy nishonlar reyestri hisoblanadi. Uning so'zlariga ko'ra, qachon zarbalar amalga oshirilishi keyingi voqealarga bog'liq bo'ladi. Bu degani Yevropa Rossiya ichkarisiga zarba berish uchun Ukraina uchun dronlar ishlab chiqarishda va ularni yetkazib berishda davom etsa, Rossiya yuqorida nomlari eslatilgan davlatlardagi dronlar ishlab chiqaruvchi zavodlarga zarba berishi mumkin degan gapdir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.